Uloqchi ot so'raganlarga Sarasedan 10 yashar ot sotilar ekan, uniki ot olaman deganlar bo'lsa 10 yashar bo'yi 1.65 1.70 atrofida ekan. Mana shunday uloqchi otimiz sotilar ekan. Ulog'i bor deyapti. Aka chopishlari uloqqa kirishi zo'r deyapti. Aka ot topib ekan sotgan. Aka bu 10 yashar ot 45 deyapsiz-a? Hali savdo bo'lganga 45 million so'm baho qo'yapti. Kelishtirib beramiz. Laqab nima? Tumor laqabli otimiz 10 yashar mana aka. Sarasan oti 45 million so'm. Narxi qanday? Endi 45 degan bilan 45 sotmaydi, kelishtirib beradi, savdo qilasizlar. Mana shunday uloqchi otimiz sotuvda ekan Sarasedan. Aka nomerni aytib qo'ying. 91lik 91lik 518 518 80 80 90 80 90 shu nomerga bog'lanasiz. Mana orqa taraflardan qarang. Ot qarang, udar otlardan. Oho. Ot olaman deganlar bo'lsa bog'lanasizlar. Shu akaniki ekan. Narx qanday? Qimmatmi, arzonmi? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Sarasoni uloqchi oti 10 yashar.